qonda qand miqdorini barqaror ushlab turadigan 3 ta top mahsulot. Bu mahsulotlar haqidagi ma'lumotlarni bilganingizdan keyin har kun mana shu mahsulotlarni yegingiz kelib qoladi. Qancha ko'p mana shu mahsulotlarni yesangiz, sizga shuncha foydali bo'lib hisoblanadigan 3 ta mahsulot haqida aytib beraman. Birinchisi bu loviya, loblo buxorochasiga keladigan bo'lsak, ikkinchisi no'xat. Samarqandchasiga no'xat sho'rak deydi-ku, no'xat ikkinchisi. Juda ham foydali mahsulotlardan bittasi. Uchinchisi ko'pchilik uchun notanish bo'lishi mumkin, lekin bugun reklamalarda ham ko'payib ketgan avokado. Qimmatgina, lekin juda ham foydali mahsulotlar, foydali mevalar bo'lib hisoblanadi. Foydali dukkaklilar va foydali meva haqida gaplashamiz bugun, xudo xolasa. Bular nima uchun aynan diabetiklar uchun foydali deyman? Keling, birma-bir tushuntirib beraman. Loviyaga keladigan bo'lsak, loblo kletchatka, shunchaki kletchatka, tamom. Ya'ni biz kletchatka haqida avvallari ham juda ko'p marta gaplashganmiz. Kletchatka bu bizni oshqozon ichak traktimiz uchun, oshqozon ichak tizimimiz uchun muhim. Shunchaki uni aynan oshqozon ichak traktini energiyasi desak ham bo'ladi. Buni oladigan bo'lsak agar, aynan oshqozon ichak traktini faoliyati qanchalik yaxshi bo'lishi aynan kletchatkalarni biz qancha ko'p iste'mol qilishimizga bog'liq. Aynan loviyadagi kletchatka esa bizda qandni barqaror ushlab berishga yordam beradi. Ya'ni loviya birinchidan oqsil sifatli kletchatka. U qonda qand miqdorini cho'qqiga chiqarib qo'ymaydi. Kichkina edim, Xudo rahmati buvimni bitta gaplari bor-da. Buvim aytadilar-ki, ovqatingga go'sht bo'lmasa, loblo sol, o'sha loviya sol degan gaplarini eshitganman-da. Keyin bu gapni bir necha marta onamlar aytganlar, masalan, go'sht bo'lmasa ham o'sha loviya solish bu go'shtni o'rnini normalni to'ldirib beradigan mahsulot deb juda ko'p marta eshitganman. Va sizga ham hozir nima uchun aynan loviya shunaqa jarayonlarni, shunaqa foydali ekanligini tushuntirib berishga harakat qilaman. Loviya bu oqsil sifatli kletchatka. Oshqozon ichak traktini juda ham zo'r ushlab beradi, oshqozon ichak traktidagi muammolarni hallab beradi va o'sha siz yegan tez hazm bo'ladigan uglevodlarni sekinroq so'rilishi uchun baryer vazifasini bajarib beradi desam ham bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, ana sutni oldi, sutni ana sut suzgich bilan suzib olasiz-ki, ichidagi nimadir narsalari qolsin deb, yo bo'lmasam shunga o'xshaydi. Bu qaysidir narsalarni shunaqa suzgichlar bilan olasiz-ki, musorlari yoki tagidagi qotib qolgan chiqindilarimi, shunaqa narsalarni ushlab olishi uchun loviya xuddi mana shu vazifani bajarib beradi. Ya'ni biz bir qancha narsalarni yedik, uni ichida foydali, foydasiz narsalarni yedik va tez hazm bo'ladigan, tez qonda qand miqdorini ko'taradigan narsalarni ham yeb tashladik. Loviya, ular bilan birga loviyani iste'mol qiladigan bo'lsak, loviya shunchaki baryer vazifasini bajarib beradi va mana bu tez hazm bo'ladigan narsalarni ham hattoki sekinroq so'rilishiga xizmat qiladi. Va bundan tashqari o'zi ham sekin hazm bo'ladi va uzoq muddat sizga to'qlik hissini beradi va uzoq muddat qonda qand miqdorini uruvenda ushlab beradi. Ya'ni qonda qand miqdorini men har doim aytamanki, diapazonda ushlash kerak. Masalan, ertalab uyg'ongan paytingizda qonda qand miqdori shu 5-7 orasi bo'lsa, taxminan tasavvur qiling, mana shu joyda qonda qand miqdori bo'ldi. Va biz agar sifatsiz qizil yo'lakdagi ovqatlarni tanlaydigan bo'lsak, ana ertalabdan qizil yo'lakdagi ovqat tanladingiz, u pitcha chiqdi va u qaytib tushgunicha vaqt kerak. Agar siz aynan qizil yo'lakdagi narsalarni tanlaydigan bo'lsangiz, u tez tushadi va yana darrov ochlikni his qilasiz, yana nimadir yesangiz, yana pikka chiqib oladi. Yana o'sha yengil, o'sha qizil yo'lakdagi narsalar bo'lgan bo'lsa, yana tezroq tushadi va siz ko'p ochlikni his qiladigan bo'lasiz. Bu qancha uzoq muddat davom etadigan bo'lsa, sizda shunchaki ochlik, to'qlikni farqlay olmaydigan darajada, organizmingizni ham boshi shishib ketgan darajada shuna holatlarga tushib qolasizda. Undan ko'ra eng yaxshi variant bu yashil yo'lakdagi mahsulotlarni tanlash. Masalan, mana ertalab uyg'onganda sahr 5-7 orasi mana shu joyda bo'lsa agar, siz sekin hazm bo'ladigan yashil yo'lakdagi narsalarni yeysiz, bu sekin ko'tariladi va sekin tushadi. To ungacha obed payti bo'ladi. Va obedga ham xuddi shu yo'lakdan oziq-ovqat mahsulotlarini tanlasangiz,
yana sekin ko'tarilib, sekin tushadi. Ungacha ujun vaqti bo'ladi. Aynan loviyadagi kletchatkalarning hisobidan xuddi mana shu tizimni yanada yaxshiroq ishlatib beradi loviya. Va bundan tashqari no'xat. No'xatga keladigan bo'lsak, no'xatning tarkibida biz uchun kerak bo'ladigan aynan inulin aminokislotasi bor. Inulin aminokislotasi bu ham xuddi ana bitta misol qilib bergan edimki, shashlik pishirish misolini. Masalan, g'o'zapoyani shunchaki yoqadigan bo'lsangiz, tez olov bo'ladi, tez kul bo'ladi. Ko'mirni yoqadigan bo'lsangiz, yonishi sal qiyinroq, lekin sizga uzoq muddat siz uchun kerakli bo'lgan o'sha olovni yetkazib beradi. Sizni o'sha ovqatingizni pishishi uchun, sizni o'sha go'shtingizni pishishi uchun oxirigacha xizmat qilib beradi. Bu loviya, no'xatlar ham xuddi shunday. Va aynan o'sha no'xatdagi inulin moddasi bu ichak mikroflorasini yaxshilaydi. Ichak mikroflorasi yaxshi bo'lganda biz yegan oziq-ovqat mahsulotlari biz uchun foydalilari bo'ladigan bo'lsa, yaxshiroq so'riladi. Ya'ni ichakdan qayta so'rilish bo'ladi. Shakarli diabetni davolash bu kompleks jarayon bo'lib, unda ovqatlanish tartibini tuzatish, muntazam tekshiruvlar va har bir bemorga individual yondashuv kerak bo'ladi. Muhimi nafaqat qon shakarini pasaytirish, balki bu kasallik bilan yashashni o'rganish. Men sizlarni qanday qilib Garmonik Plus klinikamizda shakarli diabetni samarali davolash mumkinligi haqida gapirib bermoqchiman. Davolash jarayonida sizni quyidagilar kutmoqda: qon aylanishini yaxshilash va mushaklar tarangligini kamaytirish uchun massaj. Sizning individual ehtiyojlaringizga moslashtirilgan 3 martalik ovqatlanish, turli xil fizioterapiya protseduralari, sizga maxsus tayyorlangan individual davolash rejasi, holatingizni nazorat qilish uchun muntazam qon tahlillari, diabet bilan qanday yashashni o'rganish bo'yicha siz uchun konsultatsiyalar bo'lib o'tadi. Agarda sizga bizni klinikamizda davolanish qiziq bo'lsa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki izohlardagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va bizni xodimlar sizga albatta aloqaga chiqishadi. Mana shu narsalar ichak mikroflorasiga bog'liq ko'pincha. Masalan, sizda anemiya bor. Nima uchun anemiya bo'ladi? Ichak mikroflorasi agar yaxshi ishlaydigan bo'lsa, biz yeydigan oziq-ovqat mahsulotlaridan biz uchun kerakli bo'lgan temirni yaxshigina o'zlashtira olamiz va anemiya bo'lmaydi. Lekin qachonki agar ichak mikroflorasi yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu biz uchun kerakli bo'lgan bir kunda yetadigan temir moddasi kerakli darajada so'rilmaydi va anemiya rivojlanish boshlanadi. Ya'ni o'sha kamqonlik rivojlanadi. Yoki bunaqa misollar juda ham ko'p. Bularning ko'pchiligi o'sha ichakdagi aynan mikrofloraga bog'liq. No'xatdagi kletchatkalar, no'xatdagi inulin moddasi, no'xatdagi o'sha aminokislotalar ichak mikroflorasini yaxshilab biz uchun har bitta iste'mol qilgan oziq-ovqat mahsulotlarimizdan biz uchun foydali vitaminlarni, foydali minerallarni, foydali mikroelementlarni so'rilishini yaxshilab beradi. Va 3-mahsulot bu avokado. Avokadoni bodringga o'xshataman. Ta'mi yo'q, ta'msiz bodringga o'xshaydi. Kim yeb ko'rgan bo'lsa biladi. Ham yog'ga o'xshaydi. Bir tishlaganingizdan o'sha xuddi ko'ngil aynitadigan yog'day iste'mol qilasiz. Ta'mi yo'q bir keraksiz mevani iste'mol qilasiz, lekin konu foyda desam ham bo'ladi. Agar kimda imkoniyat bo'lsa, har doim avokado yeyish imkoniyatiga kim ega bo'lsa, agar avokadoni ratsionga doimiy qo'shish, bu shunchaki ham ichaklarni yaxshilaydi, ham biz uchun kerakli bo'lgan sifatli yog'larni to'ldirib beradi. Ya'ni avokado eng sifatli yog'lardan bittasi. Men biladigan, men ko'p sanaydigan 3-4 ta sifatli yog'lar bor. Birinchisi avokado, ikkinchisi yong'oqlar, uchinchisi olivkivi, zaytun, mana shunga o'xshagan masala. Bular sifatli yog'lar hisoblanadi. Sariq yog' ham shunga kiradi, ya'ni bu ham sifatli yog'lar. Bu sifatli yog'lar biz uchun juda ham muhim. Bizning terimiz uchun muhim, bizning sochlarimiz uchun muhim. Bizdagi o'sha juda ko'pchilik biladi, vitamin D yetishmayapti ekan. Aynan vitamin D ni organizmimizda yetarli bo'lishi uchun sifatli yog'lar muhim. Aynan biz quyoshli o'lkada yashaymiz, lekin почти 90% odamda vitamin D yetishmovchiligi bor.
Quyoshli o'lkada vitamin D yetishmovchilik bo'lishi mumkin emas o'zi aslida. Nima uchun vitamin D yetishmovchiligi bo'ladi? Ana shunday, aynan sifatli yog'larni biz kerakli darajada iste'mol qilmaymiz. Vitamin D esa yog'da so'riladigan vitamin hisoblanadi va natijada balans buzilgandan keyin biz ming quyoshli o'lkada yashaganimiz bilan bizda organizmimizda vitamin D yetishmovchiligi yuzaga kelaveradi. Mana shu muammolarni hallab berish uchun ham avokadoni ratsionga qo'shish kerak va bundan tashqari avokado ham ayollar uchun, ham erkaklar uchun jinsiy gormonlarni balansda ushlab beradigan eng yaxshi mevalardan bittasi. Ya'ni agar siz jinsiy aktiv bo'lishni oldingizga maqsad qilgan bo'lsangiz, sizda aynan jinsiy gormonlar bilan bog'liq muammo borligini sezayotgan bo'lsangiz, ratsionga shunchaki avokadoni qo'shish kerak. Avokadoni qo'shib, har kun borib bitta joydan avokado sotib olib, avokado narxini oshirib yubormang lekin. Ba'zi joylardan urush qilib, nima uchun qimmat, nima uchun bunaqa sotasan degan holatda oling va avokadoni sun'iy narxi oshishiga sababchi bo'lib qolmasalaringiz bo'ldi. Lekin iste'mol qilishga arziydigan va iste'mol qilganda biz uchun juda ham foydali bo'lgan meva bo'lib hisoblanadi. Demak, itogiy xulosaga keladigan bo'lsak, siz organizmingizni har doim yaxshi muvozanatda ushlamoqchi bo'lsangiz, siz har doim yosharib yurmoqchi bo'lsangiz, siz har doim o'zingizni yuqori kayfiyatda ko'rishni istaydigan bo'lsangiz, mana shu 3 mahsulotni ratsioningizga qo'shish orqali bu natijalarni 80% ga bajarsangiz bo'ladi. Keling, ertak bo'lib ketmasin, 80%, 60-70% ga bemalol bajara olasiz. Ya'ni doimiy ratsioningizda loviya bo'lishi, doimiy ratsioningizda no'xat bo'lishi bu ichakdagi muammolarni ancha foizga kamaytirib beradi va aynan sizdagi ich qotish bilan bog'liq muammolarni, bularga yana kivini qo'ysangiz, вообще zo'r bo'ladi. Va bularning yoniga avokado qo'shish, avokadoni o'zi ham sifatli yog' bo'lgani uchun ham ichaklarga foydali, ya'ni yog'lar bizga aynan ichaklarni yurishi uchun ham, ichimizni vaqtida normal yurishi, qotmasligi uchun ham kerak. Avokado mana shu vazifani ham bajarib beradi. Qarangda, qancha foydalari bor. Ham ichaklarda ich yurishi uchun foydali, ham bizga terimiz uchun foydali, ya'ni sifatli yog'larni balansda ushlashi uchun vitamin D, vitamin A, vitamin E ni so'rilishini yaxshilab beradi va bizda terimizdagi qurishlarni, terimizdagi yorilishlarni to'g'rilab beradi. Ham jinsiy gormonlarni balansda ushlash uchun eng yaxshi meva hisoblanadi. Umumiy xulosani yana bir marta chiroyli qilib aytaman. Bu mahsulotlarni, bu ozuqalarni ratsioningizga qo'shish orqali siz kundan kunga yosharib yashashni boshlaysiz. Barchaga sog'lom va baxtli kelajak tilagan holda bu videomizni ham tugatamiz.